线上不得不分，云文云雾三分，天下定知情中可以问吗？谈天做个披挂上门，八王大爷不是空话，男儿碰撞一团火花，百年人生瞬间光华。塞北秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。塞北秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。千古江山如诗如画，还我一个太平天下。Densiz. Lyubin'in teminatını vermeginiz koymaylı. Yani nemişka Sun Sanıgın'ın teminat kural yarıkını vermeysiz. Sunmint'te kandak adam bilemsiz, ha? O birleşme koşunun Turşavul Sanıgın'ı. Buni obdan bilaman. Suyventiyanning to'pisini bilibla qolmay, yana uning azaldilla silini ko'zga ilmaydiganini mo bilaman. Bunu bilgen turaqliq. Bunu ranjitib nima qilasiz? Ag'a, mening birli gapimni anglab qo'ysizlar. Xan xaqanliqining rizqi nesibisi tugab, yo'qolay deb qoldi. Hamoqat odamlarla uni yo'lashning ko'ydi bo'ladi. Munofiq Dongjo xaqanning huquqini tortib oldi. Dongjo qilmoqchi bo'lgan ishni nurg'un odam qilishni o'ylasimi, lekin qilishga petinolmayotdi. Siz meni nadan bo'lsin demsiz yoki razil bo'lsin demsiz? Ham nadan bo'lmaslar, ham razil bo'lmaslar. Aql bo'lsizlar. Hozir 18 aymoqning baglari to'pqa ketilgan bo'lsa-mu, lekin ularning haqiqiy maqsadi munofiqni yo'qotish bo'lishi natayin. Ular jahon qalayim-qalishib ketgandan keyin texmo keng bo'lgan zaminni egilib olishni o'ylaydi. Eng qo'rqinchligi Changsha valisi Sunjan. Navada Sunjan Loyangni elib, Dongjoni o'ltirsa, Shilyan qo'shinini o'z changiliga elib olmay qalamu? Lashkariga taynib, orda huquqini tortib olmamdi. Mutam Dongjoga o'xshash zo'ravonlik qilib, Dongjodan qabih odamga aylanib qolmamdi. Onu... Onda qilmaydi o degilim bo'lmaydi. Shunga ag'a, bizning eng oqilona chorimiz Dongjoni yo'qotish bilan bir vaqtda Sunjan qatorliq baylarning lashkari kuchini ojizlashtirib etish. Yaxshisi ularni tangli yo'qotib etish. Shu chaqda jahon bizning yuan urug'ining ilikiga o'tib ketadi. Buni menmi obdan bilaman.
Biroq siz bakla oshirib o'tdingiz. Undaq bo'lsa nima bo'pti? Nima bo'pti? Sunjan birlashma qo'shinning turishavul song'ini. U mag'lub bo'lsa, birlashma qo'shin yemirilib ketadi. U chaqda ishkimizmi sharmanda bo'lamiz-da, ha? U chaqda nam atoqdan ig'iz ochqili bo'lamda. Ma'lum bo'g'ay! Ma'lum bo'g'ay! To'ppeshi, oqsham Lijo bilan Go'sning 8 tuman chavandozi Sunjanning bargohiga hujum qilibdi. Sunjan mag'lub bo'lib, Baymoq qo'rg'onidan chekinibdi. Ma'lum bo'g'ay! To'ppeshi, Dongjo Shilan qo'shindagi 25 tuman lashkarni boshlab, isyonchilarni yo'qitimiz deb Ostondan yo'lga chiqibdi. 5 kun ichida Sunjanni, 10 kun ichida Ita! Silini o'ltirdi ekan. Anlag'ansiz, ha? Mana biz isyonchi bo'lib qopdik. Ay, yaqala itak bo'ldi, itaklar yaqa degan shuda. Navadi Dongjo halbi qilsa, sizning barliq amallaringiz butunlay ko'pikka aylanadi, yo'q chiqadi. Ay! Sunjan bakli tez mag'lub bo'pti-ku. Kalva, meni bir kalva qilib qo'ydingiz. Men Sunjanda oshib bo'lmasa jan qolamda. Sunvantayning mag'lub bo'lganini men burunli qiyos qilgan. Kasla sovsongun. Munda birodar, nima ish qilib bundaq deydilar? Chunki Sunjan botir bo'lsa-mu, lekin utuq qazanishga aldirab, bak mag'rurlanib ketib, ishkirlab kirgan. Mag'rurlanganlar cho'qim mag'lub bo'ladi. Yuan To'ppeshi, amdi qanday qilay deyaptilar? Sunvantayning mag'lub bo'lganligini, Dongjoning lashkar tortib kelayotganligini baglarga uqtiray. Ondan ularni yig'ib, yovga taqabul turishni kengashaydi. Yo'q. Sunjanning mag'lub bo'lganligini baglarga uqtirslar hargiz bo'lmaydi. Aksicha Sunjan nusrat qozondi, yana kelib katta nusrat qozondi. Dongjo qattiq mag'lub bo'ldi desizlar. Hozir hammaylar biroqli hujumga atlanib, qo'lov o'tkilidan o'tib, loyingni oladigan payt keldi. Unda qilmasak, Sunjanning mag'lubiyati baglarning hammasini cho'qim andishiga sep qo'ydi. Shundaq bo'lsa, biz tugishimiz. Harman, bargohda ziyofat rastlab, Sun Sang'unning to'pisini tabriklaymiz. Janobi Sang'unlar, Sunvantay yov qo'shinini qattiq mag'lub qilib, birlashma qo'shinimizning haybisini o'stirdi. Biz yiroqda turib Sun Sang'unni tabriklaymiz. Ko'tarayli. Qani, Sun Sang'unlar, muborak bo'lg'ay! Dongjoni asalli yo'qitimiz. Necha kundan keyin Ostonada qalbimizni tabriklaymiz. To'ppeshi. Anglasam Dongjo lashkar tortib kelib yutibdi. Bu rasmi? Ras. Amasa biz bu yerda may ichib o'ltiramdiq. Lashkari dasturda jim turib olib, halsizlangan yovga zarba berish nusrat qozonishning yo'lidir deyilgan. Dongjoning qo'shini yo'lga chiqqan bo'lsa, Sunvantayning qo'shini xavf ichida qoladi. O'zlari uning mag'lub bo'lishidan ansirmamdilar. Ya shu. Sen nemişqa bizning ta'minotlarimizni tutib qolsa? Nemişqa mening odimimni urdi? Sen arzimas chavandoz turib, adabsizlik qilyapsan-ku. Qilaman qandoq? Men azaldan undaq nomussizga adabsizlik qilaman. Sizlar nima qila olaytinglar? Balli. Janobi baglar. Agar sizlar av uchining bu yerda o'ktamlik qilishiga yo'l qo'ysanglar, undaqda Peqir Yuan shu yurtimga ketib olay. terikmisizlar? Yuangonglu, sizlar yandash To'ppeshi 19 taram qo'shinning ta'minotiga mas'ul turib, ketib qolsalar qanday bo'ladi? Sizlar
biz nima yeymiz? Rost nima yeymiz? O'tirsizlar, ha? Ondaq bolsa, og'i ini uchimiz ketib qolaydi. Shunda, to'xtasizlar. Shunda, sizlar Xaqan nasabidan qo'shonimizning tug'idek muhim turib, kassilar bo'lamdi. Sizlar kassilar bizning rayimiz qaytadi. Raylar qaytmasin. O'zlariga ayon. Jahon kang bo'lsa-mo, hammaylarning birga davron surishi tas. Fonşen. Kögensen. Altımızdaki avu balıkta Yuanşo'nun bargahı var. Tutqata. Çılan to'riq etim bilan yalmanımdan aldı da 18 aymaqning pegleri hech nima emas. Jang boshlanganda men Yuanshonning kallasini elib, shafqatlarga javob qaytiraman. Ha. Yaxshi. Ha? Yaxshi. Mening o'g'limning batırlıqda jahonda tangdish yo'q azimat. Biroq Yuanshonning quruq nomili bor. Ansirash hojatsiz. Uning kallasi hozircha tinida turib turismi bo'laverdi. Lekin bir odamning kallasini har qanday qilib bo'lsa-mo, men epamsang bo'lmaydi. Kimning? Savsovning. U ablahga men bak o'sh. Buni necha ming pora qilib, so'nkini ezib qumda qilib etmasam, da'dim chiqmaydi. Xotirjam bo'lsizlar. Men jazman Savsovning kallasini olaman. Ha. Qara baqa. Oldimizdagi ov baliq sepili nayt igiz ham mustahkamkan. Bizning qo'shinimiz dalada jang qilishga mahir, qo'rg'on hujum qilishga mahir emas. Agar Yuansho jang qilishga chiqmay, baliqni qo'g'dab turib oladigan bo'lsa, ahvolimiz bek chatoq bo'ladi. Qanday tadbirlari bor? Menimcha bunda qilayli. Bu yerga bo'ktirmi qo'yayli. Sen 100 necha chavandozni boshlab, qo'vuq oldirib berib, Yuanshoni qo'shin boshlab baliqdan chiqishga majbur qil. Biz dalada uning bilan qattiq tutishib boqayli. 100 chavandoz hojatsiz. Malla baray. Chuh! Yuansho degan ishlar abdahning topishib olishga salohiyati to'shabdi ekan. Ha! Men uning qulig'ining tuyiga kelishtirib birini sib kelsam bo'ladi. Inim, uning qulog'ining tuyiga ursangiz qo'lingizni bulg'ab qo'yasiz. Ikkinglarga rostini dey. Mening bu yerdan ketkim yo'q. Lekin ular bizni patquzmadi. Nemishqa aga 19-taram qo'shinning song'oni degan nomga tortishyaptimdilar. Quruq namga tortishning qilcha ojiti yo'q. Men Loyangdagi baxtsiz xaqonimizdan ansirayapman. Birlashma qo'shin aslida Ostonaga besib kirib, munofiqlarni yo'qotalaydi. Bu osongo. Aga endi uchimiz Loyangga besib kirib, ha? Dongjoning kallasini asaqli bo'ldi-ku. Inim, qaramliq qilmang. Aga, ketkinimizmi yaxshi. Uchimiz birlik kelgan. Yana birlik ketimiz. Hech kimga tortishmay o'z yo'limizda mangimiz. Hey! Ağlab duruş! Kırpıdak tügülmüşmü? Derhal çıkıp ben bilen ilişme kış! Ma'lum bo'g'ay. To'ppeshi Shiryan qo'shini sepil oldiq keldi. Qanchalik lashkarkan? Sepil oldida yolg'iz Luybu bor. U yolg'iz kapti. Savsovning kallasini olaman deydi. Ashqallah. Men yana nom chiqardigan bo'ldim. Janobi Sangolla. Lebo o'z yolg'iz sepil oldiga kepti.
Demak, bizni ko'zga ilmabdi. Buningga taqat qilib bo'lmaydi. Mening qo'shnimdiki Liu Sandao 3 raddi badaldila Liuboning jinini olalaydi. Yaxshi. Mening Ali Sang'unim Han Yong Liuboni o'ltiralaydi. To'xtasizlar. Mening qo'shonimdagi Wang Chong Liuboni o'ltirib, uning chilantoriq etini tatib olib, o'zining qilib olishga burunli iroda bog'lagan. Yaxshi. To'ppeshi, Han Sang'un, Liu Sang'un, Wang Sang'unlar baliqdan chiqib, Liubo bilan ilishgan. Qanaq bo'ldi? 3 martamdala 3 Sang'undan hammani Liubo o'ltirib etdi. Darman. Baliq qovuqqa taqalsin. Har qanday odam o'z maylicha jangga chiqmasin. Hop! Bağlıqdaki bəylər qulaq siriş. Həmminlar toxu yürək. Qorqunçaq birini bilə. Sənlərini qada qıldığını görüb qoyuş. U baytalga nim qilmoqchidir. Bağlıqdaki bəylər. Sənlərin 18 sınıf qoşunu bağı. Bugün mən sənlərə 18 tal oq soğuk qılay. Mən belə yek ilişishdən qoquşdun mu? Əməsə həmin pıraqlı çıxış. 18'in birləşib yalğız mən bilən iliş biqiş. Özüm yalğız 18'inin kalısına qadak aladığını körüb qoyuş. To'ppeshi, biz hozir ashaddiy dushmanga duch keldik. Urushda mag'lub bo'lsak bo'lmaydi. Men iqtidorsiz bo'lsam-mu, lashkarlarni o'rlashtirib beray deyman. Ha? Qani, marhamat. Liubo har qancha botir bo'lsa-mu, uning faqat birli beshi bor. Dongjoning cho'ng qo'shoni yaqin yerda bo'g'ashqila, u shunday haddidan ishib ketyotdi. Dongjo Liuboni yamchi qilib turib, bizni baliqdan chiqarib, biz bilan dalada jang qilmoqchi bo'lyapti. Meningcha, biz 3 osh pishimgacha jangga chiqsak bo'lmaydi. Biz cho'qim tushdan keyingicha saqlab, Shilyan qo'shonining lashkar otlari charchiganda, ondan jangga chiqsak bo'ladi. Ha, durust. O'rinliq gap bo'ldi. Lekin Yuanshu menga berdigan oziq-tulikni hozircha bermadi. Deb baqsla, lashkarlarim och qolsak urush qila olamdi. Ha? Yangunglu, bana vermek bu şımınlaşır kayada. Mening qo'shonimning oziq-tuligini qachon berdilar? Yuanshu silgan nurg'un oziq-tulik lashkar berdi. Nimishki uning qo'li yon bosdilar? O'zilning xoqonlarimi? Qo'sin Sadg'on. Odamni bozaq qilmislar. Men to'piq ketilgandan beri bir mil lashkar bermadi. Qanfu. Uch viloyatimni besvelib nimishga qaytarmaysan. Balli. O'zingda paqa, sen odamlarning qo'rg'onlarini buzib atlarni tatbiq Anlaşmanglar. Gepimni anglanglar. Aldiki ma'lumotchilikning manbasini amdi bildim. Xuddi Shandoning aytganidek, odamlarning qarniyat bo'lishi ma'lumotchilikning manbasikan. Hozirning o'zida Dongjoning qo'shini sepil sirtida jangga chaqiryapsa, biz bu yerda put tepishib tursak, jahon ma'lumot bo'lmay qoladimi? To'ni bana qilmay ta'minot buzma. Ziminimizni qaytarma. Bo'ldi. Urushmoqlar deyman. O'ktam Allohlar bilan boshqa qilib olmaydi. Shunda birodar, to'xtasizlar. To'xtab tursizlar. Mangdi, men ketishga oldirab qag'ashqa, oldilariga berib sizga xo'sh diyamadim. Apu qag'aylar. Nemishqa ketadilar? Ha? Yuanshovni To'ppeshi bo'lishga loyiq emaskan deb qoldimi? Yoki nom-manfaatga erishishni xohlamay qoldimi? Yuanshov To'ppeshi bo'lishga loyiqmi yo'q, buningga birini deyamayman. Lekin bizning to'pqa qetilishdagi maqsadimiz munofiqni yo'qotish, nom-manfaat qo'g'ish emas. Aferin. Men bu bir gapni ko'nglimda saqlab kelayotgan. Aytib baqsizlar.
Üçünglarning elgi sodiqliginglarga, boturliginglarga men to'limo qoyil. Endi sizlarni taklif qilay. Vaqtincha mening bargohimda tursanglar, buyuk ishlarni tan qilsak qandoq? Himmetlerge eşqalla. Biroq biz əmdila Yuanshovdan ayrılıb sizning bargohlarga basaq. Ularning o'sak so'z qilishidan ansirmamdila. Gapni udula davray. Mening boshqa ortiqchiligim yo'q. Lekin o'z aqidamdan yaltaymayman. Bo'ptamisa. Biroq hozir baliqdan chiqolmaysizlar. Nemishqa? Lyubo hozir sepil oldida xiris qilyotdi. U ablah kaptida. Ha, yaxshi. Bir gapni sizlar anglaganmi yo'q bilmadim. Kishilar jahonda ikki esil narsa bor. Lyubo zotning sarxili, chilan to'riq otning deyishidir. Lyubo ishiltayotgan yalmonning oldida har qanday qurol kor qilmaydi. Uning heliq chilan to'riq eti bir kundala 1000 chaqirim yo'lni bosa oladi. U texi har qanday botirni ko'zga ilmaydi. Uning chilan to'riq eti tog' davolladimi, tuz yo'lda chapqandek chapalaydi. Dongjoning Lyuboga erishgini 10 tuman sarxil lashkarga erishgindimi ortiq ish. Shu ikki esil narsaning bir odamning qo'lida bo'lganligi texmi qo'rqinchli. Hozir Lyubo chilan to'riq minib, sepil oldida xiris qilyapti. Lekin 18 taramning baglarining birsimi chiqib urush qilishga petinamay, hammasi kirpiga o'xshash tugilib olib, beshini ichiga tiqib oldi. Shunga mening sizlarmi o'zinglarni daldiq og'ninglar tuzuk. Og'ilrim, sizlar bu yerda sal turib turinglar. Men chiqib Lyubo degan ablaqni par qilib o'tay. Enim. Lyubo qaltis botur odam. Menla chiqib elishay. Hey, Guanyu ağa, siz Xuashoni o'ldirib, to'pga tutib oldingiz. Agar yana mening to'pimni talassangiz, sizning adojida bo'laman jumo. Enim. Yaxshi, og'amning og'ziga qarayli. Nanda. Sizlar mening ikki inimni pek hayajonlantirib etdilar. Yo'qsa, niyatim durust. Meningcha biz Lyubodan o'zimizning chatga og'inimiz yaxshi. Mayli. Mening bir gapimni Yuanshovga yetkazib qo'yaylar. Ma'qul. Biz kelib to'q qitilgan kunila Xuashoni o'ltirib birlashma qo'shinga katta to'kib ko'rsatgan. Bugun biz ketadigan chaqda birlashma qo'shinga yana katta to'kib ko'rsatamiz. Qandoq to'kma? Lyuboni o'ltiramiz. O'zlarining mushu gaplari 18 taramning baglarini o'lgidek izoga qo'ydi. Jangfinim, Labbay. chiqib Lyubo bilan irishing. Guanyu og'ingiz ikkimiz sizga madad beramiz. Hop! avloddan 3 vazir chiqqan nom shuhratli urug'ning qushni emasmiding? Men bilan erishishga nimishqa qilolmaysan? Nimishqa choshqandek buvan kirilib chiqmay yetib olasan? Taramning beglari turib qo'rqishib o'tamsan. Hey! Uyruqni qo'y! Hadini oshma! Men joyida oldida turibdiman. Men enim dedim? Ha! Uyruqni qo'l dedim. Mendek merdan erni. Üç urug'ni qul deysan-ku. Ha! Sening uruq noming Lyudo. Shunda sen boshda sandig'in dunyoniga tutuq o'g'il bo'lgan. Keyin Dongjo bir chilanturuq ot bilanlar seni sitib olgan. Sen bir otni debla tutuq otang dunyoni o'z qo'ling bilan o'ltirib atgan. Keyin yana Dongjoga tutuq o'g'il bo'lding. Sen
Üç uruqluq qulmanmay. Nima hepsi? Üç uruqluq qul. Əzilə toşdu. Üç uruqluq qul. Canını alıma. Ay! Ya! Ay! yaxshi. Anda tushib kelsan u. Ya!
Uysang'un. Siz Batur Azamat, Dongju Balaxur munofiq tursa, siz nemishqa munofiqning qo'l uzib, orduga sadoqatdan bo'lib, buyuk xonga to'kib ko'rsatishni o'ylamaysiz. Og'i eni uchimiz hozir sizning jiningizni osonla olalaymiz. Lekin Baturlig'ingizni ko'zi tutib, sizni o'ltirgimiz kelmadi. Gapimni anglab, munofiqning qo'l uzib. Ağa, ig'izlarni ufratlasla. Üç uruqli qo'l, keli. Ay! Allah, pakas dursun. Kova'dan çıkmadı. Bu evde kaçtı o. O cambazlıqqa mayır ekan. Namıga munosib Batur Azamat ekan. Hey, ist, mushundaq Batur munofiqni esib bo'pti. Aga, yana echinqili turdilar. Uni ta'sirlantirolmaydilar. Ağlarım. Hazır onu koğlap verip öldüreyli. Hey, taq kaynada cho'qim Dongjuning qo'shini bor. Uni qo'g'lab yurmayli. Dongju baba olsa onun kalısını alırız. Koğlaylı. Hey! Jangfi inim, to'xtang! To'xtang! Top beshi. Yov qo'shini charchab fursat keldi. Atlanishga buyruq tushirsizlar. Bo'ladi. Janobi Sanğulla, baliqdan chiqib, urushqa otildinglar. Jangga chiqinglar. Tez. Bo'linglar. Tez bulunla tez. Tez bo'linglar. Tez bulunla. Tez. Savra, Labbay. bizning qo'shin nerede? Balıkның şarkıda. Yığılıp perman kütü otadı. Yaxshi. Qo'lov o'tkilni besib o'tib, loyangni olaylik. Hop. Akşam bana məxbi məlumat geldi. Yuanshao başçılığındaki qoşun Xolov ötkülünü büsüp ötüp nüsret kazanıptı. Şilyan qoşunu yenilepti. Dongju'ni Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei'la yarlandırıptı. Ölük tirikligi naməlumken. Ha, yaxşı. Ölük tirikligi naməlum bolsa, çoxum ölgen gap. Avamның təliyi barken. Ah tanrım, ular zulmetten qutuladigan boldu. Şilyan leşkerleri məğlup bolup, taraf keçip ötüptü. Yuanshao'nun qoşunu Astanaga qыстап kelip ötüptü. Pat aradılar, Astana'nı çoxum aladı. Büyük xan endi qayta güllanıdı. Hey, mən bu xuş xəbərini dərhal xaqanımız bilan validi xanımızga yetkizay. Sizlar hazırla adamlarını toplab, puxta tayyorlik qilinglar. Obdan. Zemin Bey canapları, başvezir sarayda. Sarayda? Başvezir sarayda mı? Sarayda mı ki? Ha? Bu Bu qandaq gap? Tan yormasla başvezir leşkerlerini başlap ortak geldi. Yuanshao'ning 50 tuman kishli qo'shinini men yer bilan yakson qilib etdim. Ko'p qismini yo'qotdim. Lekin yana ozroq bir qismi qoldi. Balkim ular Ostonaga hujum qilib kirib,
Hakan'ı tatip edişi mümkün. Şuna men bunun aldığını almasam olmaydı. Aras, yakında mundaq bir qoşaq taqılıptı. Gün çıkışta bir hallık, gün petişta bir hallık. Kösse orada çan enge, şundu bulur amallık. Yaxşı. Bek yaxşı toqılıptı bu qoşaq. Loyan, hallıqımızga 200 yıl astanı bulup, emdi xaraplaştı. Ben yıldızlarını küzdü pekip, haqallığımızdan çan güllündüqallığını bildim. Şuna men astanını Loyan'dan çan köçürüp ketiş niyeti geldim. Emdi, Cenab-ı Vezir Vuzrala, derhal teyarlık kılınla. Çaqqaraq yolgu çıkaylı. Baş vəzir. Seriq yağlıqlar toplan götürgəndən keyin üzülmey yığılıqlar boğaşqa, Çanğandakı sepil qorğanlar burunla xarabiliqqa aylanıb ketgan. Navada astanını Çanğanga köçürsək, göyərni taşqı tegişib olğandaklı iş boludu. Baş vəzir, köçürsək bolmaydı. Obdan oynanıb kögəyla. Tüy! Tədbirinin nemiligini bilmeydiğen. Astanını Çanğanga köçürüş, hän haqallığını ronak tapqızdığan intan uluq var tədbir. Loyan qarangı, Çanğan yoruq. Çanğanga köçüş, yoruqluq çıqqanlıq buludu. Baş vəzir, Astanı Loyan haqallığımızın can tomiri. Əgər haqallığımızın məxbərə ibadətxanlarını taşlap gitib qalsaq, haqallığımız qalayım qalışıb ovam külpəti qalıdı. Muşundaq mühim işdə baş vəzir tolumu ehtiyat qığalları tüzük. Ehtiyat qılam dem. Ben zade nemedin ehtiyat qılmaptı mən. Çanğanda xəngən ötkülədək təbii tosaq, yana teği Lungshan teği var. Orada saray seliş gereklik yağaç taş. Lungshan teği da intayın köp. Men yerim ay içidila. Hakan ordusunu bina qıla alayman. O orada Çanlı sarıydın mı? Kattı boludu. Aras, men o sarayın namını Velli Sarıyı dep bekittim. Baş vəzir, astanını uçtum tut köçürsək, arva atlarını qandaq qəmləymiz, əməldarlarını qandaq uğurlaşdırmız, avam puralarını qandaq bir tərəf qılmız, baş vəzir. Bizden xilicik telgellerimiz ba. Əməldarlar şununla olturusulu boludunğu. Balıqtiki eliki qarı budulla hiç nimigi ərzmeydi. Ölemdi, tirelemdi. Menen, onun ulan karım yok. Nim boz bozun, nim boz bozun. Özleri astanını köçürüş niyetiga kep boğandikin, əmsə qaçan yolga chiqimizkin? Devatqan geplerini qarısla. Bu sili so'raydigan gapmi? Anlab turinglar. Men azaldan ishni nayt tez qiladigan odam. Shunga bugunla ko'chimiz. Bugun tush bo'lgan vaqtning o'zidila yo'lga chiqamiz. Kun petish ko'chimiz. Baş vəzir, astanını tosatlı köçürsek, haqallığımız malıman bop gididu. Köçürsek bommaydı, herkes bommaydı, herkes. Sen münafık. Çokum yenşo bilen tilingni bir qilib olib, mening ishlarimga to'sqinlik qilyapsan. Seni o'ltirmasam bo'lmaydi. Cenab-ı Vezirler. Yana qaysinglarning dona taklif vakin çapsan eytinglar. Men anlab baqay. Eytinglar. Barmı yok mu? Yaxshi. Yasavullah. Labay! Haqqanni elib yo'lga chiqinglar. Xo'p! Baş vəzir fərman düşürdü. Orada Hakan ibadətxanası. Hakanlar məxbərisinin əmrisini köydürüydülər. İzzətlərini qaldırıb qoyuşqı bulmaydı.
Доңжу Астананы Чаңанга көчіріп меңіштін авval Хан хақаллықының нәтчі 100 yıllık Астанысы Лояңның әмі еріге от қойып әтті. Байланың барлық мал мүлкіні мұсадыры қылды. Хақалланың ибадатханы қабірлері оғырылықчы кезілді. Sağ sandığı geldi. Ahır geldin la. Öntay birader, mındi birader. Yunanlığa qarab gözüm teşlikidek boldu. Yuanşao nədə? Qol qoşun nədə? Başqa bəglər nədə? Ola 600 çakırım jirak yedimey içib atıdı. Nima? Donjo Hakan ip geçip Loyan balıqı ot koyup etdi. Şilyan qoşunu məğlub bulup qaçdı. Yuanşao, neymiş ki qoğulab zərbi bəmeydi o? Yuanşao Donjo'nu böktürüm koydu dep ensirab atıdı. Başqa bəglərmə bir-birinin közlərinə qarışıb, heç qaysı aldın ləşkər çıxırışqa unumayıb atıdı. Azıraq ləşkər, təminat zimminə dep soquş qılı tas qıyılıb atıdı. Yalğız məlla bir tümenden artıq çevendazımla başlap, keçiləb sizlərə həmdən boğulu gəldim. Top beşi obdan fürsətini qoldun berib qoydu. Ventay birader, sizlə Yuanşao'nu bək çoğ biledik Allah. O təsdik eladigan bundaq obdan fürsətini tonub yetəməyən tursa, qoldun berib qoymamdı. Sizlənin qandaq tədbirləri ba? Ventay birader, şu tapda adam şumul bir katı tökpə ikkimizning göz aldıda turupdu. Biz topqa qetilganda aramızda kim avval Astanaga hujum qilib kirsa, shuni olib chavandozlar sanog'ini qilish xususida Xaqonga ma'lumot yo'llaymiz deb kelishib olgan. Hozir Donjoga ketib ketdi, Loyang bo'sh qoldi. Endi ikkimiz ikki tarafga bo'linaylik. Birimiz barliq lashkarimizni yig'ib Loyangga besib kiraylik. Yana birimiz barliq chavandozlarimizni yig'ib Donjoni qo'g'lab yo'qotaylik. Sunsangon, sizlar qayaga berishni qolaydilar? Mening lashkarlarimning ko'p qismi piyoda lashkar. Chavandozlarim 3000 ga yetmaydi. Mening lashkarlarimning hammasi xillangan chavandozlar. Sunsangon, o'zlarining 3000 chavandozlarini menga topshirsalar qandaq? Men ularga boshchilik qilib, Donjoni kechilab qo'g'lab boray. Sizlar piyoda lashkarlarni boshlab, Loyangga bosinglar. Rasmo, albatta ras. Әмсә, seninle manal qıladigan bo'ldim. Munofiqni yo'qotish hammamizning burchi. Sunsangon, biz darhol bo'linib yo'lga chiqaylik. Ma'qul. Jampo, Lanbay, chavandozlarni sov-sovga topshirib beringlar. Xo'p. Xo'sh. Xo'sh.